Parij klubining hujum chizig'i juda ham xavfli ko'rinmoqda. Ularni qanday to'xtatish haqida o'ylamoqdasiz? Men bu savolni boshqacha qo'ygan bo'lardim. Ular bizning hujumchilarimizga qarshi qanday o'ynashmoqchi? Bu ikki tomonlama masala. Ikkala jamoa ham juda ijodkor, joylashuvda ham, individual harakatlarda, tor hududlarda yechim topishda ham. Bu yerda hech qanday sehrli yechim yo'q. O'yin detallar bilan hal bo'ladi. Ba'zan intensivlik, ba'zan energiya bilan. Bundan tashqari, bu bizning o'zaro 4-chi uchrashuvimiz. Demak, na biz uchun va na ular uchun bu yangilik bo'lmaydi. Bunday darajada o'ynaydigan jamoalar ichida biz bu raqibga qarshi yetarlicha tajribaga egamiz. Ular ham albatta. PSJda yarim himoyachilar ham juda faol. Hatto ular ba'zan boshqa pozitsiyalarda ham o'ynashadi. Bunday jamoaga qarshi qanday o'ynamoqchisiz? Men avval ham aytgandim. Bu yerda hech qanday sehrli yechim yo'q. Faqat bitta ustunlik bor. Biz bu jamoaga qarshi ko'p o'ynaganmiz va ularni yaxshi bilamiz. Va bu savol ikki tomonga ham tegishli. Menimcha ular ham xuddi biz kabi bir xil muammoni hal qilishlari kerak. Bizda ba'zi g'oyalar bor. Raqibni qanday bosim ostiga qo'yish haqida. Agar ular biz kutmagan pozitsiyalarni egallasa ham, bu yangi narsa emas. Lekin Paris Saint-Germain sifati, futbolchilar darajasi va jamoaning umumiy kuchi ularni juda xavfli qiladi. Bu hujumkor jamoa. Qarshi hujumlarda ham, pozitsion hujumlarda ham xavf tug'dira oladi. Ammo agar o'z jamoamizni tahlil qilsak, bizda ham ularning ko'plab sifatlari bor. Shu sababli bu o'yinni oldindan taxmin qilish qiyin. Ichkarida, jamoa ichida biz yana boshqa ko'p narsalarga erishdik. Hozirgi vaziyatni aniq tushunamiz. Kiyinish xonasida kuchli muhit bor va bu jamoa nimalarga qodir ekanini allaqachon ko'rsatdi. Qanday kurashishni, qanday xarakterga ega ekanini. Oldingi o'yinlarga qarab, bugungi darajamizni baholaymiz. Muhimi yana nimani yaxshilash mumkinligini ko'rib chiqish. Menimcha, biz jamoa sifatida katta o'sishga erishdik. PSG amaldagi chempion. Lekin agar kimdir ularga qarshi jiddiy kurasha olsa, bu aynan bizmiz. Va men ishonamanki, aynan bizda g'alaba qozonishga kuchli ishtiyoq yetarlicha. Lekin hamma tushunish kerak. Bu raqibdan qochib bo'lmaydi. Siz eng kuchlilar bilan o'ynashni yoqtirishingizni aytgandingiz. Sizningcha ertaga PSJga qarshi bo'ladigan o'yinni muddatidan oldin final deb hisoblasa bo'ladimi? Yo'q, 4 ta jamoa bor va ularning har biri orzu qilishga, ishonishga va Chempionlar Ligasi kubogini yutishga haqli. Lekin o'yin uslublariga qarasak, ertaga juda keskin to'qnashuv bo'ladi. Chunki biz nima qilmoqchi bo'lsak, ular bunga to'sqinlik qilishga o'rgangan. Biz ham xuddi shunday, raqibga o'z o'yinini qurishga imkon bermaslikka harakat qilamiz. Shu bilan birga har bir fazada ikki jamoa ham o'ylaydi. Masalan, himoyada turib ham qanday qilib gol urish mumkin? PSG ham xuddi shunday fikrlaydi. Bu degani, bizni oldinda haqiqiy bo'ron kutmoqda. Va u qaysi tomonga og'ishini oldindan aytish qiyin. Chunki har ikki tomonda ham futbolchilar sifati juda yuqori. Bugungi matbuot anjumanida Luis Enrique sizning ishingizni va o'yin uslubingizni maqtadi. Siz Luis Enrique haqida qanday fikrdasiz? U sizni ilhomlantirgan murabbiylardanmi? Va uning uslubida sizni eng ko'p hayratga soladigan narsa nimada? Rahmat. U ajoyib ish qilmoqda. Birinchi matbuot anjumanini hali ham eslayman. 1,5 yil oldin biz PSJni mag'lub etganimizdan keyin jurnalistlar Luis Enrique tomon yugurib borishganini ko'rdim. Men o'sha o'yinga tayyorlangandim. Ularning jamoasini tahlil qilgandim va o'sha paytda his qilgan narsam mutlaqo ajoyib edi. Ular yosh jamoa edi, lekin katta signal berishgandi. Shu sababli ular mavsum oxirida Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritganida men hayron bo'lmadim. Bularning barchasi Luis Enriquening chuqur ishlari natijasi. U har safar jamoasi maydonga tushganida birlik, intizom va g'oyani ko'rsatadi. Katta uslubda yulduzlarni yugurtirish, kurashtirish oson emas, lekin u buni uddalaydi. Shuning uchun unga katta hurmat. Biz uchun esa bu eng yaxshilar bilan o'zimizni sinash imkoniyati. Michael Olise haqida ham gapirsangiz, uning uchun bu mavsum o'zgacha o'tmoqda. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bu uning birinchi Chempionlar Ligasi yarim finali. U hali 2 yildan beri yuqori darajada o'ynamoqda, lekin hali ham rivojlanishi mumkin. Men uning mentaliteti va mashg'ulotdagi yondashuvini ko'rib, yana o'sishini his qilaman. U uzoq vaqt yuqori darajada o'ynay oladigan futbolchi. Ko'pchilik uni mashg'ulotda juda ko'p mehnat qilish haqida ham gapiradi. Bu haqida ham ma'lumot bersangiz. U juda detallarga berilib ishlaydigan futbolchi. Men ilgari Kevin De Bruyne bilan ishlaganman. Unda ham shunday xususiyat bor edi. Olise ham shunga o'xshaydi. U jamoa bilan yaxshi muloqot qiladi. Maydonda zavq bilan o'ynaydi, ammo ishga kelganda juda jiddiy. Himoyada ham ko'p ishlaydi. Shu bilan birga ijodkor futbolchi. Mentaliteti juda yuqori. Shuning uchun u yana o'sadi. U bilan shartnoma yana uzaytiriladimi? Uning shartnomasi haqida ham ma'lumot bersangiz.
Men shartnomalar haqida gapirmayman. Bu rahbariyatning ishi. Lekin uning sifati haqida aytadigan bo'lsam, u har qanday vaziyatda gol ura oladigan hujumchi. Bosh bilan ham, chap oyoq bilan ham, o'ng oyoq bilan ham, uzoq masofadan ham. Uning yakunlash qobiliyati ham, liderligi ham yuqori baholanadi. Ammo albatta, hozir biz ko'proq ko'rayotgan narsa bu uning pas berish qobiliyati, jamoa uchun qilayotgan ishlari va umumiy o'yin intellekti. Shunday qilib, u o'yinning shu jihatlarini o'zida statistik natijalar bilan birlashtira oladi. Ya'ni jamoaga yordam berish, hujumni rivojlantirish va baribir jarima maydoniga yetib borish. Bu oson ish emas. Bu biz ko'rib, zavqlanayotgan jihat. Balki Angliyada ilgari bu yetarlicha qadrlanmagandir, lekin u yillar o'tgan sari yanada kuchayib bormoqda. Adashmayotgan bo'lsam, jamoangiz hozirgacha barcha turnirlarda 167 ta gol urdi. Bu Barselonaning MSN triosi davridagi, ya'ni Messi, Neymar va Suarez davridagi bilan teng natija. Agar jamoangiz yana 15 ta gol ursa, mazkur asrning eng sermahsul jamoasiga aylanishi ham mumkin. 15 ta gol urish uchun qancha o'yinimiz qoldi? Menimcha, bu tomon endi o'zingizga bog'liq. Ha, to'g'ri aytdingiz. Rostdan ham o'zingizga bog'liq. Jamoangizni Bundesligada yana 3 ta, Germaniya Kubogi finali va balki Chempionlar Ligasida ham 3 ta o'yini qolmoqda. Lekin jamoangiz qanday qilib bunday sermahsullikka erishmoqda? O'zingiz ham sobiq himoyachi sifatida ko'plab bunday jamoalarga qarshi duch kelgansiz. Sizningcha, bunday yuqori sifatga ega bo'lish uchun jamoangiz qanday muhim ishlarni bajarmoqda? Men siz aytgan o'sha Barselonaga qarshi o'ynaganman. Gap oddiy. Bu futbolchilarning sifati. Siz xoh falsafa haqida gapiring, xoh taktika haqida. Baribir oxirida gol uradigan futbolchilar kerak bo'ladi. Darvozabon kerak bo'ladi, sevlar qiladigan. Markaziy himoyachilar kerak bo'ladi, to'pni olib qo'yadigan, bosh bilan o'ynaydigan va bundan zavq oladigan. Qolgan hammasi shunchaki gap. Haqiqat shuki, sifat kerak va bu futbolchilarda bor sifat. Bundan tashqari ularda ochlik, ya'ni motivatsiya bo'lish kerak. Chunki 10, 15, 20 ta gol urgandan keyin ham har o'yinda shu darajada motivatsiyada qolish oson emas. Aynan shunday qilib bu raqamlar paydo bo'ladi. Menimcha bu yerda mening rolim ularni davom ettirishga undash, to'xtab qolmaslikka majbur qilish va erishilgan narsalar haqida ortiqcha o'ylamaslik. Balki hali erishilish kerak bo'lgan narsalarga e'tibor qaratish. Gollar yaxshi albatta. Bavariya singari klub uchun, xuddi siz aytgan, Barselona kabi gol urish klub DNKsining bir qismi. Bu har doim shunday bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Ammo eng asosiysi sovrinlar yutish. Hozir biz shunday bosqichdamizki, agar bu gollar bizga sovrin olib kelmasa, mana shu eng muhim narsa va bizda ishonch bor, chunki gol ura olishimizni bilamiz. Luis Enrique aytdiki, Bavariya natijalar bo'yicha ustun bo'lishi mumkin, lekin uning jamoasi o'yin uslubi jihatidan yaxshiroq. Sizningcha bu yarim finalda Yevropaning eng yaxshi o'yin ko'rsatadigan jamoasini aniqlash mumkinmi? Mening fikrimcha, Chempionlar Ligasini yutgan jamoa hozirgi chempion. Istalgan unvonni o'ziga berishi mumkin. Bu ularning haqqi. Biz bunga qarshi emasmiz. Biz bu yerga aynan ularni sinash uchun keldik. PSG qo'lga kiritgan toj uchun kurashish uchun keldik. Agar ular o'zlarini eng yaxshi deb hisoblasa, bunga qarshi gapim yo'q. Ammo eng muhimi, biz ham o'sha darajaga chiqishni xohlaymiz. Biz ham ularda bor narsani xohlaymiz. Biz ochmiz. Biz buni istaymiz. Ertaga birinchi o'yin bo'ladi. Keyin Myunxenda javob uchrashuvi. Umid qilamizki, ikki o'yin yakunida aynan biz g'olib bo'lamiz.